Nabiy sallallohu alayhi vasallam hajjom naqadar yaxshi banda. U qonni ketkazadi, sulubni yengillashtiradi, ko'zni ravshanlashtiradi dedilar. Yana Jami Termiziydan kelgan sahih hadisga ko'ra Ibn Abbosning 3 ta hajjom xizmatkori bor edi. Ikkitasi Ibn Abbosga va uning ahli oilasiga daromad keltirar, bittasi esa Ibn Abbos va uning ahli oilasini hijoma qilar edi deya aytilgan. Yana bir sahih hadisga ko'ra Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shifolarning eng yaxshisi hijomadir dedilar. Ushbu sahih hadis har bir hajjom va hajjomaning qalbiga, kasbiga nisbatan muhabbatni uyg'otadi. Va eng asosiysi bu juda katta mas'uliyatdir.